Ana masalan yetmadingiz. Kimdir antik omonat bersin. Getireyim mi dedim yani? Ha? Bugün vereyim de versin ya. Bugün ben vereyim. Mehmet Kore'ken kuyu oldu. Bu Type-C yoki bering telefoningizni. 14 ga ketmaydi Type-C. Kirishib ketish endi sразу kelganimdan o'sha tadbir bo'ldi. Yaxshi, ajoyib bo'ldi. Tadbir ham yaxshi o'tdi. Hamma nima deydi? Qo'shimcha motivatsiya oldim o'sha tadbir davomida. Shuncha muxlislarimiz ajoyib kuzatib qo'yishdi. Endi Xudo xolasa niyatimiz borib, yaxshi qatnashib, yuzimiz yorug' bo'lib qaytish. Prezident bilan alohida bir nimani gaplashdingizmi? Baribir endi siz jamoa sardorisiz. Men Fabio Cannavaro gaplashdilar, polida ko'rdik. Yo'q, endi shu omad tiladi boshqa. Eldor aka, bugun ertalab terma jamoamiz Nyu-Yorkka uchib ketadi. Endi masofa juda uzoq, 16 soat uchish. U shu haqida akklimatizatsiya 2023-yil o'tda o'ynaganda shu proses qanday kechgandi? Endi hozir u vaqtga qaraganda ko'proq vaqtimiz bo'ladi o'sha nima deydi, o'rganib olishga, hamma narsaga. O'shaning uchun oldinroq ketyapmiz. Xudo xolasa o'ylashimcha ortiqcha muammo bo'lmaydi bu narsada. Eldor, mana Kolumbiya bilan o'ynaysizlar, Portugaliya bilan o'ynaysizlar. Raqib jamoani qay darajada o'rganib chiqdinglar? Endi hali hech qaysini ko'rganimiz yo'q to'g'risi. Endi u yerga borgandan keyin o'rganishni boshlasak kerak. Hali juda erta deb o'ylayman bu narsaga. Eldor aka, dastlabki uchrashuvni Mexico City'da o'tkazamiz. Mexico City dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan ekan, 90% namli. Endi bilasiz, Boliviyada ham shunaqa u tepada o'ynashadi, juda muammoli. Shundan xabardormisiz? Qanchalik muammo tug'dirishi mumkin? Yo'q, xabarim yo'q. Endi ikkita jamoa ham baribir bitta maydonda o'ynaydi. O'shaning uchun bir xil sharoitda o'ylashimcha qiyinchilik. Ikkala jamoaga ham qiyin bo'ladi, qiyin bo'lsa ham. O'sha hozir mana Abdulvosiy aytib o'tdi-yu, qiyin bo'ladi 2200 metr dengiz sathidan balandlikda deb. Kolumbiya terma jamoasi shunga moslashish uchun o'sha maxsus bir texnikalardan foydalanayotgan ekanda. O'sha maxsus yopiq nimalardan foydalanayotgan o'sha havoga moslashish uchun-da. Sizlarda ham shunaqa moslashish uchun nimadirlar qilindimi? Yo'q, hech narsa qilingan yo'q. O'ylashimcha bu narsa katta muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Biz baribir oldinroq borib, o'sha o'rganamiz, xudo xolasa. Eldor aka, jamoa sardori sifatida vatandoshligi jahon chempionatida qanaqa natijalar va'da qila olasiz? Endi qanaqadir realistik bo'lish kerak. Jahon chempionat kubogini olib kelamiz deb va'da bera olmasligimiz mumkin, lekin aniq aytishimiz mumkinki, hamma o'sha muxlislarimizni xursand qilish niyatida Xudo xolasa yaxshi natija ko'rsatib, iloji boricha o'yinlarimiz bilan qanaqa natija bo'lishidan qat'iy nazar xursand qiladigan, muxlislarimizni xursand qiladigan o'yin ko'rsatamiz. Katanis ham jahon chempionatiga boryaptimi, xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Bu albatta hammaning orzusi futbolga kirib kelgan. Bundan juda xursand bo'ldim va oilaviy yaxshi kutib oldik. Albatta hamma murabbiylarimga rahmat aytaman. Shu yergacha yetib kelgan ota-onamga rahmat aytaman. Aprel oyidagi jiddiy jarohatdan so'ng deyarli 2 oydan ham kam vaqtda tiklanishga ulgurdingiz va mana yakuniy tarkib jahon chempionatiga boryapsiz. Nasib bo'lsa, terma jamoa doktorlar shtabi, keyin shu Dilshod aka ancha yordam berib, tiklanish jarayoni qanday qiyin ketmas, 40 kun haqida ichingizdan nimalar o'tishi haqida gapirib o'tsangiz. Bu chempionat davomida bo'ldi. Jarohatchining uchun milliy terma jamoa doktorlari nazorati ostida Dilshod Ashirov hamda futbol guruhi agentligi Odil Ahmedov, jamoam Surxon hammalariga rahmat aytaman. Albatta shunda og'ir kunda oldimda turib, podдержка berib, tezroq chiqishimga yordam berishdi va o'ylaymanki, yaxshi kunlar oldinda. Shu endi terma jamoa sharafini himoya qilish uchun AQShga yo'l olyapsiz. Yanvar oyidagi shu yig'indan boshlab bugun mana shu spiskadagi eng yosh o'yinchi bo'ldingiz. Qanaqa hissiyotlar o'tyapti? O'zingiz nimalarni his qilyapsiz baribir butun xalq orasida? O'zimni yaxshi his qilaman. Albatta oldimda tajribali futbolchilar bo'lgani uchun bu narsa yengil o'tmoqda. Xudoga shukr, borgandan keyin yaxshi rezultat qilishga harakat qilamiz. Сборная плохо стал. Я это видел, что неплохо стал.
o'ttizimgacha